Bugun men bilan Koreya va Yaponiya TikTokini portlatib yuborgan yogurtli cheesecake tortini tayyorlab ko'ramiz. Birinchi bo'lib bizga oq plain yogurt kerak bo'ladi. Buni yana bitta mashhur bo'lgan tarafi bu oddiy cheesecakedan ko'ra kaloriyasi ancha kam. Bilasizlar, Koreya va Yaponiyada kaloriya juda ham важный. Bizga mana shu pechenye kerak bo'ladi. Lekin koreyskiy TikTokda bu pechenye bilan yana ham shirinroq chiqadi deyishgan. O'shaning uchun ikkalasi bilan ham qilib ko'raman. Endi yogurtlarning ichiga mana shu pechenyelarni tiqib chiqish kerak, lekin meni yogurtim kichkina bo'lgani uchun pechenyeni ikkiga bo'lib tiqaman. Oh my god. Mana shunday qilib terib chiqdim. Buni ustini yopamiz. Keyingisini ham xuddi shunaqa qilib terib chiqamiz. Mana shunday qilib hammasini taxlab chiqdim. Endi bularni 6-7 soatga xolodilnikka qo'yamiz. 6 soat xolodilnikda turganidan keyin va nihoyat tatib ko'ramiz. Yana ham yaxshi ketishi uchun yoniga mana shunaqa issiq shokoladam tayyorlab oldim. Yana ham yaxshi ketishi uchun esa men tiramisu kekni juda ham yaxshi ko'rganim uchun ustiga kakao ozgina sepib yuboramiz. Bunisini ustiga kakao, bunisini ustiga Nutella surdim, lekin Nutellam o'ylaganimdan ko'ra qattiqroq bo'lgani uchun men xohlaganimdek chiroyli chiqmadi. Mayli. Самое главное, ta'mi shirin bo'lsa bo'ldi. Birinchi bo'lib kakaodan boshlaymiz. Oh my god. Dedi. Lekin rostdan ham to'xtanglar. Nastoящий айскрим. Lekin umuman cheesecake'ni ta'mi kelgani yo'q, bu более мороженыйni ta'mi kelgan. Kekka o'xshab ketadigan мороженый. Ikkinchisi, bu ko'proq cheesecake'ga o'xshaydi deb o'ylayapman, chunki buni pechenyasi o'zi o'sha cheesecake'li pechenye edi. Wow. Qaranglar, ko'rinishini. Mana bu esa rostdan ham cheesecake'ni ta'mini berdi. Lekin bu ikkalasidan bittasini tanlashim kerak bo'lsa, men definitely bunisini tanlayman. Menga bu juda ham yoqdi. Lekin bunisi xolodilnikda yana 3-4 soat tursa, yana ham shirinroq bo'ladi deb o'ylayman. Cheesecake yegilik esa rostdan buni qilib ko'ringlar. Sog'lom kek yemoqchi bo'lsanglar, men buni qilib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.